Assalomu alaykum internet tarmog'i kuzatuvchilari. Siz Hazaras 24 xabarlarini kuzatyapsiz. Qisqa vaqt ichida siz bilan Dilfuza Kalandarova. Bugun Hazaras tuman hokimligida namunali axborot xizmati tadbiri Hazaras tuman hokimligi axborot xizmati rahbari faoliyati misolida o'tkazildi. Unda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi viloyat boshqarmasi rahbari Dilbar Bekjonova, tuman va shahar axborot xizmatlari rahbarlari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok qildi. Tadbir davomida Hazaras tuman hokimligi axborot xizmatiga yaratilgan sharoitlar bilan tanishildi. Shuningdek, tuman hokimligi axborot xizmati rahbari faoliyati va yangiliklarni efirga uzatish jarayonlari bilan tanishdilar. E'tiboringizga ushbu jarayonlarni namoyish etamiz. Ruxsat bersak, shu bir jarayonni ko'rsatib bersak, kim bilan taklif etadi odamlar bor, shular taklif etgan vaqtida shu yerga borib o'tirilib, 1-2 soat bilan suhbat bo'ladi. Assalomu alaykum internet tarmog'i kuzatuvchilari. Siz ayni damda Hazaras 24 xabarlarini kuzatyapsiz. Qisqa vaqt ichida siz bilan Bilolbek Quronboyev va men Shahzoda Yarashbayeva. Bugun Hazaras tumaniga Xorazm viloyat axborot kommunikatsiyalar rahbari Dilbarjon Bekjonova hamda tumanlarda faoliyat yuritayotgan axborot xizmati xodimlari tashrif buyurishdi. Tashriflari davomida mehmonlarimiz bugun Hazaras tumanidagi obyektlar bilan tanishadilar. Jumladan Hazaras Delfin Shoes mas'uliyati cheklangan jamiyati va Hazaras Diamond mas'uliyati cheklangan jamiyati korxonalariga tashrif buyuradilar. Studiyamizga Xorazm viloyat axborot ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi boshlig'i Dilbarjon Bekjonovani taklif qilamiz. Dilbarjon opa, bugungi kunda mana Xorazm viloyatida axborot xizmatlarini rivojlantirishda qanday vazifalar amalga oshirilmoqda? Mana hammamiz yaxshi bilamiz. 2019-yili prezidentimizni 4366-son qaror qabul qilindi. Bu qaror bilan barcha idora tashkilotlarda, hokimliklarda, demak, axborot xizmati rahbarlarini, shtatlarini, lavozimlarini ta'sis qilish bo'yicha. Va mana shu qarordan keyin, mana deyarli 2 yildan ziyod vaqt mobaynida shu tizim tubdan rivojlandi. Aytmoqchimizki, bizning viloyatimizda ham hozir 40 dan ziyod idora tashkilotlarining, hokimliklarning axborot xizmati rahbarlari, shtatlari, lavozimlari faoliyat ko'rsatyapti. Bular mana shu media makonda, axborot maydonida barcha mamlakatimizda bugun yuz berayotgan islohotlarni va prezidentimizning farmon qarorlarining ijrosilarini, joylarda qay tartibda ijrosi ta'minlanayotganligi to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni tizimli ravishda internet orqali, ommaviy axborot vositalari orqali keng targ'ib qilishga muvaffaq bo'lyaptilar. Va jumladan har bir idora tashkilotining bugungi kundagi nufuzini, bugungi kundagi amalga oshirayotgan ishlarini bevosita mana shu axborot xizmatlari rahbarlari yoritishga, uni bugungi faoliyatini keng targ'ib qilishga mas'ul shaxs sifatida mana shu o'z vazifalarini bugun yaxshi uddasidan chiqmoqdalar desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Va bizni mana shu bugun o'tkazayotgan, aynan Hazaras tumanida o'tkazayotgan namunali axborot xizmati loyihamiz doirasida o'tkazayotgan tadbirlarimiz ham bugun aynan ana shu lavozimda ishlayotgan axborot xizmati rahbari lavozimida bugun faoliyat ko'rsatayotgan xodimlarning ish samaradorligini yanada yaxshilash va ularning ishlarini keng targ'ib qilishdan iborat. Hamda mana shu bugun tumanlarda, joylarda, hududlarda aynan axborot xizmatlari rahbarlari tomonidan va idora tashkilotlarining rahbarlari tomonidan ularga yaratib berilayotgan sharoitlarni o'rganish, ular amalga oshirayotgan ishlar, tajribalarni o'zaro o'rganishdan iborat. Mana shu loyihamiz mana Yangi bozor tumanidan o'tkazildi va bugun Hazarasda o'tkazilyapti. Biz katta bir ishonch bilan ayta olamizki, bu tizimda prezidentimizni o'rtaga qo'ygan qarori bilan belgilab bergan barcha talablarini biz uddasidan chiqishimiz kerak va uni uddasidan chiqa olamiz. Ayniqsa bugun media makonda axborot tarqatuvchilar bilan ishlashda bizni axborot xizmati rahbarlarimizning tajribalari bugun
oshganligini, bugun biz ular bilan mana shu tizimda ko'ngildagidek ish olib borayotganligimizni alohida e'tirof qilishimiz mumkin. Rahmat. Sizga yana bitta savolimiz bor. Televideniye informatsion dasturi bilan bizning olib borayotgan informatsion dasturimiz bir-biriga o'xshashmi yoki qaysi tomonlar bilan farq qiladi? Men mana shu Hazaras tumanida aynan mana shu informatsion dastur mana bir 6 oydan buyon menimcha tayyorlanib kelyapti. Bu yangilik. Eng avvalo bu aynan mana shu nimani Hazaras tumanidagi axborot xizmati rahbarining bir yaxshi tashabbusi desak bo'ladi. Chunki shu narsa aynan men hamisha bir o'zim alohida aytaman, axborot xizmati rahbari 4 ta funksiyani bajaradi. Ya'ni bu ham telejurnalist, ham bosma nashr jurnalist muxbiri, ham bloger, tele radio jurnalisti bo'lish kerak degan bir talabni men o'zim sezaman. Chunki aynan bulardan shu narsalar talab qilinadi. Va mana shu tumanda aynan axborot informatsion dasturining internet orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali joylashtirilayotganligi bu tahsinga loyiq faqat. Va buni faqat tabriklash mumkin. Va endi televideniya bilan sizlarni olib borayotgan informatsion dasturlarining o'zaro farqi, tafovuti nimada degan savol bo'ladigan bo'lsa, bir narsani aytishimiz mumkin. Sizlarda informatsion dasturlar qisqa informatsion matnda suxandonning faqat matn o'qishi bilan kifoyalansa, Xorazm televideniyasi yoki xususiy televideniyalarda informatsion dasturlar bevosita lavhalar orqali ham taqdim qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda turli tanqidlar, turli munosabatlar bildirilyapti. Oddiy fuqarolar tomonidan, blogerlar tomonidan, ayrim axborot xizmatlarimiz rahbarlari hozir shunga o'zlarini video munosabatlarini ham bugun shakllantiryaptilar. Bu ham bu tizimda o'ziga xos bir yangilik, yondashuv desak bo'ladi va bu muvaffaqiyat ham o'zining yaxshi samarasini, yaxshi natijasini ko'rsatadi. Rahmat. Dilbarjon opa, studiyamizga tashrifingiz uchun rahmat. Muvaffaqiyatlar tilaymiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Endi esa studiyamizga Xonqa tumani va Xiva shahri hokimligi matbuot xizmati rahbarlarini taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz studiyamizda sizni xush ko'rdik. Sizning kanalingizni davomli tarzda kuzatib boramiz. Albatta, bugungi kunda faoliyat yuritayotgan blogerlarga sizning fikringiz qanday? Ijobiymi yoki salbiymi? Bloger degan nimaga mavzuga keladigan bo'lsak, bloger bu oddiy fuqaro. Faqat u ko'pchilik insonlar nomidan gapiradigan ijtimoiy tarmoq faoli deb qaraymiz. Bu oddiy fuqaro. O'sha ijtimoiy tarmoq faolini yondashadigan jarayoni ko'pchilik insonning fikri tomonidan keladigan video yoki foto ma'lumotlarni chop qiladi. Biz unga faqat haqqoniy haqiqatni yoki haqqoniy ma'lumotlarni yoritishda o'zimiz rasmiy munosabat yoki raddiya orqali o'z tushunchamizni berib o'tamiz. Bu hech qanday noto'g'ri ma'lumot yoki noto'g'ri qarash bo'lishi mumkin emas. Oddiy hol. Rahmat javoblaringiz uchun. Ishlaringizga omad va rivoj tilaymiz. Studiyamizga Yangibozor hokimligi axborot xizmati rahbari Umidova Nurmetovani taklif qilamiz. Umida opa, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Bugungi kunda mana siz olib borayotgan, amalga oshirayotgan ishlaringiz ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boramiz. Sizga mana shu savol bilan yuzlanmoqchimiz. Avvalo mana shu darajaga yetishingizda siz nimalarga asosan e'tibor berdingiz? Yangibozor tumani shu hokimligi axborot xizmati shu namunali axborot xizmati tadbirini o'tkazganda ham aytganman, biz shu bo'lim sifatida shakllanib ulgurdik mana shu 2 yil davomida va albatta bu bo'lim sifatida shakllanishiga ham o'sha tuman hokimligini asosiy o'rni bor va ahamiyati juda ham katta. Bizni komandamiz bor. Mana sizlar ham komanda sifatida shakllangansizlar. Rejissyor kino olayotgan paytda shu rejissyorlar aytadiki, kino olayotgan davrda ansambl yaratilishi kerak deb aytadi. Xuddi axborot xizmati faoliyatida ham mana shu ansambl yaratilsa, bu har bir ishlab chiqarilgan mahsulot
tadbir, rolik, matn hammasi chiroyli bo'ladi. Biz shu ahamiyat qaratayotgan narsalarimiz iloji boricha shu ko'proq auditoriya yig'ishga va tuman hokimligi tomonidan va bugungi prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarni xalqimizga targ'ibot qilishga harakat qilamiz. Rahmat. Biz bilamizki, siz Instagram, Facebook, YouTube internet tarmoqlarida ko'p jonli efirlar qilasiz va sizning nazdingizda biz qaysi internet tarmoqlarida ko'proq jonli efirlar qilishimiz lozim? Endi bizni ko'pincha mana Telegram ijtimoiy tarmog'ida auditoriyamiz juda ham ko'p, lekin asosiy bizda auditoriyamiz muhim bo'lgan auditoriya bu Facebook. Facebook ijtimoiy tarmog'ida jonli efirlar biz qilsak juda ham bir qilayotgan ishlarimizni ko'proq targ'ibot qila olamiz deb ishonaman. Chunki Facebookda mana stranitsa ochib qo'yilsa, bu chegarasiz. Unga 50 million odam ham bemalol a'zo bo'lib sizni kuzatishi mumkin va Facebookni boshqa ijtimoiy tarmoqlarga qaraganda imkoniyati juda ham katta. Umid opa, bugungi kunda mana o'zingizning hamkasblaringizga, ya'ni matbuot xizmati xodimlariga qanday tavsiyalarni berasiz? Ya'ni sizni biz bugungi kunda o'zimizga namuna sifatida qaraymiz va albatta hamkasblaringizga mana shu tizimda qanday ishlarni amalga oshirishlarini, o'zingizning tavsiyalaringizni bildirasiz. Rahmat. Menda hozir biz o'zim asosiy shu ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlash prinsipimni o'zgartirganman. Chunki internet tarmog'i kuzatuvchilariga siz moslashasiz. Qisqa matnlardan foydalanaman. Hammaga shu tavsiyam shu qisqa materiallardan, qisqa matnlardan foydalanishlarini taklif qilaman. Va albatta shu roliklar targ'ibot tadbirlarida shu faqat matndan emas, iloji boricha shu video roliklarni ham olib borishini va albatta shu Facebook, Instagram, YouTube, Telegram tarmoqlaridan teng foydalanib auditoriyani yig'ishni taklif qilaman. Maslahat qilardim. Katta rahmat. Suhbatingiz uchun rahmat, Umid opa. Kelgusi ishlaringizga ulkan omadlar tilaymiz. Sizlarga ham kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Urganch shahar axborot xizmati rahbari Bahodir aka Xudoyberganovni taklif qilamiz. Marhamat. Hozirgi kunda jurnalistika va matbuot sohasida faoliyat yuritayotgan yoshlarga qanday maslahatlar berib o'tasiz? Demak, hozirgi yoshlarimizga birinchi maslahatlarim birinchi shu bizdan oldin ishlab ketgan jurnalist, ommaviy axborot vositalari ustozlarimizdan yo'l yo'riqini, nimalarni o'rganib, yonida amaliyot olib borib, keyinchalik o'shalar ko'rsatmalarini asosan ishlarni olib borsa, shu maqsadga muvofiq bo'lardi. Rahmat javoblaringiz uchun. Sizga ham rahmat. Ishlaringizga omad. Sizni kelgusi dasturlaringizda ham kutib qolamiz. Albatta, xudo xolasa. Shundan so'ng tuman hokimi O'ktam Masharipov ishtirokida matbuot anjumani o'tkazildi. Matbuot anjumanida tumanda amalga oshirilayotgan ishlar borasida gapirib o'tildi va ommaviy axborot vositalari xodimlari savollariga javoblar berildi. Shuningdek, Hazaras tuman hokimi O'ktam Masharipov Rustamovich O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Xorazm viloyati boshqarmasi ona yurtimizning qudrati va salohiyatini, obro' e'tiborini yuksaltirishga, bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamdagi islohotlar va o'zgarishlarni hayotga tatbiq qilishga, qishloq va shaharlar hayotini tubdan yaxshilashga, aholining turmush tarzini yanada rivojlantirishga qo'shayotgan ulkan hissasi, samarali va sharafli mehnatlari, qo'lga kiritayotgan ulkan muvaffaqiyatlari uchun ehtirom yorlig'i bilan taqdirlandi. Namunali axborot xizmati tadbiri Hazaras
tuman hokimligi axborot xizmati rahbari faoliyati misolida o'tkazilgan tadbir doirasida press tur ham tashkil etildi. Press tur davomida ishtirokchilar Hazarasp Delfin Shows oyoq kiyimlar ishlab chiqarish korxonasida va Diamond brend asosida ayollar losenasi ishlab chiqarilayotgan tikuvchilik sexida bo'ldilar. Jurnalistlar ushbu ishlab chiqarish korxonalarida bo'lib, kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Bu haqda tuman hokimligi axborot xizmati rahbarlari shunday deydi. Mana bugun namunali axborot xizmati loyihasi doirasida Hazarasp tuman hokimligiga tashrif buyurdik. Hokimlikda tuman hokimining o'zi bilan matbuot anjumani tashkil qilindi. Bu yerda jurnalist, axborot xizmati rahbarlari tumanda qilinib turgan ishlar bo'yicha keyin yana o'zlarini qiziqtirgan ma'lumotlari to'liq javob oldik. Tuman hokimining o'zi ham qatnashdi. Birga suhbatlashib, kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Keyin bundan tashqari mana hozir ko'rib turganingizdek, tadbirkor Dilmurod Yusupov tomonidan tashkil qilingan Delfin Shows mas'uliyat cheklangan jamiyatining press tur tashkil qilindi. Press tur davomida mana ko'rib turganlaringizdek, zamonaviy Xitoy texnologiyalari asosida tayyor oyoq kiyim mahsulotlari ishlab chiqariladi ekan. Bu oyoq kiyimlar asosan viloyatimiz bo'ylab, keyin qo'shni respublikalar, tumanlarga eksport qilinar ekan. Bundan tashqari o'zimizni qiziqtirgan savollarga javob oldik tadbirkordan. Mana bugun Hazarasp tumaniga axborot xizmati rahbari xodimining faoliyatini o'rganish bo'yicha press tur tashkil qilib keldik. Biz boya hokimlikda matbuot anjumani o'tkazdik, juda ham zo'r, zavqli bo'ldi. Hozirgi kunda press tur, media tur shaklida Hazarasp tumanidagi ishlab chiqarish korxonalarini birma-bir ko'ryapmiz. Hozirgi biz turgan joyimiz Hazarasp Diamond ayollar uchun kiyim ishlab chiqarish korxonasi bo'lib, bu yerdagi mahsulotlar butun O'zbekiston bo'ylab eksportbop mahsulotlar chiqayotganidan tanishdik. Bu yerda juda ham zo'r, har xil zamonaviy ayollarimiz uchun, O'zbekistonning ayollari uchun zamonaviy mahsulotlar ishlab chiqarilayotgan ekan. Biz bundan xursandmiz. Eng asosiysi Xorazm viloyatida butun O'zbekistonga eksportbop mahsulotlar chiqarayotgani bizni hayratga soldi. Bu bo'yicha juda ko'p ishlarni qilishda yana biz ilg'or harakatlarni qilamiz. Mehmet Yakubov bozori 3 yildan buyon shu sexda tikuvchi bo'lib ishlayman. Sharoitlarimiz ham yaxshi, issiq ovqat hamisha tayyor. Ish faoliyatimiz ham yaxshi. Vaqtida oyliklarimiz beriladi, ish bilan ta'minlanib turibdi. Hech kamchiligimiz yo'q. Yaqinda toza sexlarimizni ko'chamiz mana. Press tur yakunida ommaviy axborot vositalari xodimlari bir piyola choyga taklif etildi va Hazarasp tarixini aks ettiruvchi olovli yillar kitobi va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. O'tkazilgan namunali axborot xizmati tadbiri, matbuot anjumani, press tur jurnalistlariga